Yomon bo'la. Shohruh rus tilini bilasiz. Yo, boshdan boshlaydi. Qaysidan qayerda? Qo'lingdan nima ish qilyapsan? Qo'lingdan nima ish Boya brigadada xonasi ishga o'zdirishga kiruvdik. Короче, Shohruhda yozdirmoqchi bo'ldim. Suvarkan biladiganlar kelsin deb aytuvdim. Va turib hal tiqsiratim, rus tilini yaxshi biladi. Ma 3 ta tilni bilib ham makaronman tovuq qo'lishlari mumkin. Eslashdi. Ko'plar ko'ringlar. Rizq Allohdan rizq bergani ham bola. Yotganimga oyiga $300 berishyapti. Oyiga Qo'shsak yotganimga. Yotish pul bas baland. Ishlashi ham mapshib katta pul. Biz obyekt.